Hop, assalomu alaykum. Bizni tinglayotganlar asosan talabalar uchun yozilyapti dars jarayonida. Hop, bizga PHP Storm dasturi kerak. Iloji bo'lsa bepulga litsenziyali holat kerak. Bunda JetBrains kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilishini inobatga olsak, uni saytiga tashrif buyurdik va bizda education degan nima bor, bo'lim bor, ta'lim bo'limi. Bunga kiradigan bo'lsak, bepul litsenziyalar 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi talabalar va o'qituvchilar uchun akademik individual foydalanish uchun litsenziyalar bepulga 1 yilga taqdim etiladi. Yoki butun ta'lim muassasasi uchun olish kerak bo'lib qolsa, bundan foydalanish mumkin. Uchinchi oxirgisini oladigan bo'lsak, kurslar, bootcamplar, kichik kurslar uchun olish kerak bo'lsa, uchinchisidan olinadi. Bizga hozirda birinchisi for students and teachers degani kerak. Mana shunga kiradigan bo'lsak, alohida bo'lim ochiladi va bu bo'limda bepulga olishingiz uchun siz apply now qilishingiz kerak bo'ladi. Bunga bosganingizda, demak, u qo'shimcha ravishda yangi sizni bo'limga o'tkazadi. Students degan bo'limga. Bundan begin, ya'ni bu yerda aytilyaptiki, inson ekanligingizni tasdiqlash, ya'ni spam emasligingizni bilish uchun boshlash tugmachasini bosishingiz kerak. Bu yerda o'zbek tili yo'q, ingliz tilida qoldirdim. Boshlash tugmachasini bossangiz, shu yerdan siz odam ekanligingizni tasdiqlashingiz kerak va bu uchun soatlarni belgilang deyapti. Soatlarni belgilaymiz. Xuddi Google'dagi Access'ga o'xshaydi. Mana men o'qituvchiman, endi siz talabaman deysiz. Talabada ungraduate mana shu joylarni to'ldirib chiqasiz. Hamma savollarni to'ldirib chiqqaningizdan so'ng barcha, demak, produkt uchun olishingiz mumkin bo'ladi nomlaringizni. Misol uchun agar o'qituvchi nima qiladi deydigan bo'lsak, O'zbekiston universitetni emaili kerak bo'ladi. Mana shu joyda student qiladigan bo'lsak, bu yerda ham sizda korporativ pochta bo'lishi kerak. Agar Andijon davlat universiteti talabasi bo'ladigan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni login nikingiz kuchukcha ado.uz degan korporativ pochtaga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Agar siz kompyuter injiniring bo'yicha deyapti, mayor filtringiz bo'ladigan bo'lsa, bu holatda qoladi. Demak, sizda eng muhimi mana shu joyda student bo'lsangiz ham, o'qituvchi bo'lsangiz ham o'zingizni korporativ pochtangizga ega bo'lishingiz kerak degan tushuncha bor. Hop, menda bu bo'lsa kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz. Mana masalan, Andijon davlat universitetida mail.adu.uz va o'zimizni, demak, kirish joyimiz, mana bizni pochtamiz bor ekan. Korporativ pochta shunaqa bo'ladi. Demak, o'sha ta'lim muassasasining o'zi uchun. Men o'qituvchiman deyman. O'qituvchi bo'lganimdan so'ng pochtamni yozaman. Pochtaga u litsenziyalarni yuborsa kerak, ko'ramiz. Ism, familiyamni kirgizaman. Men read accept albatta. Yangiliklarga relate qilaman. Hammasi bo'lganidan keyin men apply bepul produkt jo'nataman. Bu bizni, demak, pochtamizga verifikatsiya jo'natishi mumkinligi haqida aytyapti. Qancha muddatda keladi yoki yo'q bilmaymiz bu narsani. Mana keldi JetBrains'dan. Bu nima deyapti? Bu mana shu yerdagi, demak, bizga yuborgan narsani tasdiqlasak, bizda o'sha oyna ochiladi shekilli. Xo'p, start ko'ramiz. Men oldin qilib ko'rmaganman, shuning uchun aytyapman. Bu yerda, demak, definition bizdagi shartlar, ya'ni o'zini shartnomalari bilan tanishtiryapti. Barcha shartlari bilan tanishtirib bo'lganidan keyin biz hamma narsaga rozimiz, roziligimizni bildiryapmiz. O'qib chiqdik deb tasavvur qilamiz. Xo'p, rozi bo'lganimizdan keyingi holat hozir kelib chiqadi. Mana shu yerga keldi. Rozi bo'lganidan keyin endi siz bu yerda o'zingizni nimangizni ochishingiz kerak, yangi akkauntingizni ochishingiz kerak bo'ladi. Biz yangi akkaunt ochish tugmachasini bosamiz. Already emas. Emailimiz bilan davom ettirmoqchimiz. Xo'p, bizda email bormi? Bizda hozircha email yo'q. Shuning uchun mana buni kiritib turamiz. Already access. Bu already access ekan, ya'ni bu bor ekan, ya'ni o'tmagan narsa bilan o'tmoqchi bo'lishimiz mumkin ekan. Xullas, biz hozir bu yerga kirishimiz kerak bo'ladi. Bizda hozirda mavjud akkaunt bilan ham kirishimiz mumkin. Bunaqa holatda. Hop,
Bundan asosiy maqsad JetBrain'sda barcha ishlardan foydalanish uchun albatta biz o'zimizni yangi akkauntimizni yaratishimiz kerak. Qo'pol qilib aytganda ochishimiz kerak bo'ladi. Mavjud o'zimizda mavjud brauzerimizga kiritib qo'ygan akkaunt bilan ham urinib ko'rishimiz mumkin. Lekin bu yerda bu bizga bir qancha mana 3 oyga berar ekan. Hozirda 50% ga 3 oyga deb beryapti. Litsenziyalari hozir men bularning barchasini tekshirib chiqaman. Men kirmoqchi bo'ldim. Mana shu joyda kiraman, emailim bilan davom ettiraman deb harakat qildim. Bu aytayaptiki, bu narsadan sen o'tding, biz senga parollarni jo'natdik, boshqa ishlar qilding. Endi sen deyapti, mana shu uchun parol yarat, ro'yxatdan o'tishing hali to'liq tugallanmagan deb. Bizga endi ana shu ro'yxatdan o'tganligimiz uchun mana shu joyda demak, hozir bir daqiqa. Hop, mana shu joyda parol bo'lar ekan. Ha, keldi parol mana. Mana shu parolni biz u yerga kiritishimiz kerak bo'ladi. O'zingizga kiritganingizdan keyin yangi parol yaratishingizni so'raydi. So'ragandan keyin login qilamiz. Ya'ni talabga javob berdi. Talabga javob berganidan keyin hammasi joyida. Endi create account emas, to'g'ridan to'g'ri login qilishimiz mumkin. Mana bizda loginlar paydo bo'ldi. Litsenziyani to'liq sotib olishimiz mumkin. Bu yerda bizga ogohlantiryapti. Bu nima deyapti? Bu yerda meni ma'lumotlarimdan JetBrains kompaniyasi ma'lum miqdorda foydalanishga roziman degan narsa bu narsa. Ya'ni ta'lim. Men haqiqatdan mana shu ta'lim beraman yoki ta'lim olaman degan ma'lumotlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Endi sizda hamma narsa bor, kirib oldingiz, litsenziyangiz bor. Albatta bundan siz foydalana olmaysiz. Men kirganimdan keyin bu 2026-yil 18-martgacha bo'ladi va menda mana shu joyda o'zimga kerakli bo'lgan, demak, toolsni tanlab olishim mumkin. Mana shu joyda masalan PHP Store'im menga kerak. Uni tugmasini bosaman. Bosganimdan keyin bu yerda download qilishim so'raydi. Bu o'sha eski oynalar. Bunda quyidagi PHP, Laravel, Symfony, WordPress, Git, JavaScript, TypeScript, HTML boshqa holatlar bo'yicha hamma yo'q bor. Ko'chirib olish tugmasini bosaman. Bosganimdan keyin Windows uchun ko'chirib olaman. Rahmat deyapti. Bizda esa mana bu yerda PHP Store'im demak ko'chirishni boshladi. Bo'ldi. Mana shunday qilib, demak, ko'chirib olish ishlarini amalga oshirasiz. Bu narsa 756 megabayt ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. Bu ko'chirib olganidan keyin qanday qilib o'rnatish kerakligini ham birga ko'rib chiqamiz. Hop, endi ko'chirib bo'lganini ko'rsak, mana ko'chirib bo'pti haqiqatda. Bir nechta narsalar bor. Endi biz shuni administrator huquqi bilan ishga tushiramiz. O'rnatish maqsadida albatta. Xo'sh, maqsadida ishga tushirdik. Ishga tushirgandan keyin keyingi tugmachasini bosamiz. Undan so'ng u qayerga o'rnayotganini aytyapti. Biz rozimiz. Bu yerda hamma assotsiatsiyalar kerak menga. Bu pejga ham kerak bo'lsa joylashtirilsin. Ishchi stoliga PHP Store'imnikini ochib qo'ysin. Yo update shart emas. Keyingi tugmachasini bosaman. Dasturlar ro'yxatida shu nom bilan ro'yxatga olinyapti va u davom etmoqda. Hop, endi yana biroz o'rnashi uchun sabr qilgan bo'lamiz. O'rnab bo'lganidan keyin hozirda ish, demak, reboot now, ya'ni dasturni kompyuterni qayta ishga tushirish deydi. Qo'lda ko'p narsalarni ko'rish masalalari bor. Holatda demak, finishni qo'yamiz. Buni qo'yganimizdan keyin mana shu joyda bor ekan PHP Store 2014.3.5 versiyasi. Buni administrator huquqi bilan ishga tushirgan bo'lamiz. Ishga tushirganimizda JetBrains aytyapti. O'zini yuqorida bir marta rozi bo'lgan narsamizga biz yana rozimiz. Mana shu yerda ma'lumotlar almashinuv masalalari mavjud. Internet ishlab turadi kompyuterimizda. Yoki jo'natishimiz yoki jo'natmasligimiz mumkin. Anonim holatda statistik ma'lumotlar ketadi. Bizniki hech kim bilmaydi. Xullas, men roziman shaxsan.
30 kun tekinga yoki sizni akkauntingizdagi litsenziyani kiritishingiz mumkin. Bizda kod bor. Kod o'sha akkauntimizga kelgan kod edi. Litsenziya ID'sini olishimiz kerak. Litsenziya ID'sini olganimizdan so'ng bu yerga kiritamiz. Activate qilamiz. Keyin invalid deyapti. Bu activation kod emas ekan, demak. Hop, server adresda emas. Demak, login qilishimiz mumkin to'g'ridan-to'g'ri. Bizda shunda akkauntimizga kirib ketadi. Avvaldan brauzerimizda akkauntimizni sozlab qo'ygan bo'lishi kerak. Email orqali, emailimiz aniq albatta. O'sha korporativ pochta haqida ketmoqda gap. Davom etamiz. Bu yerga ham parol qo'ygansiz. Birga qo'ydik. Qo'yganimizdan so'ng bizni akkauntimizga kiradi. Avtorizatsiya successful deydi. Ya'ni bu yerda bemalol qilishimiz mumkin ekan aktivatsiya. Aktivatsiya bo'ldi. Haligi aktivat bekka kiritilmasdan subscription qilib to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa o'tish kerak ekan. Hammasi joy-joyida bo'ldi. Joy-joyida bo'lgandan keyin litsenziya ID'lar bizniki chiqib qoldi. Qachongachaligi ham chiqib qoldi. Activate tugmachasini bosganimizdan so'ng bizga 1 yilga to'g'ri ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Qo'rqmasdan endi ko'rsatsam bo'laverar ekan. Ish nimami? Akkauntimni, chunki u yerga login va parolni faqat o'zimniki bilan kirsam bo'lar ekan. Demak, xuddi mana shu holatda bir qancha ishlarni amalga oshirish kerak. Demak, bu yerda eng muhim narsa sizga korporativ pochta kerakligi ekan. Mana bizda o'sha PHP Storm holatlari bor. Bemalol endi PHP Stormdan foydalanish mumkin.